Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga juda zo'r yangiligimiz bor. Qanimur Muxon tukan boshladik. Chet elga ishga bormoqchi bo'lgan odamlarda oldin muammo bo'lardi. Birinchi navbatda ish topish, bu rostakam aldamaydimi, aldab ketmaydimi, yoqib olgan oyligini joyida beradimi? Hattoki o'zimizning O'zbekistonda o'zida turib ham chet elga chiqishdan oldin juda ham ko'p insonlar aldanib qolishardi. Hozirda migratsiya agentligi bilan hamkorlikda mana shu muammoni yechimini yo'lga qo'ymoqdamiz. Hozir batafsil Ibrohim akam tushuntirib beradilar. Do'stlar, biz migratsiya agentligi bilan memorandum shartnoma imzoladik va bu shartnoma shundan iboratki, biz Yevropani barcha ishxonalariga professional kadr yetishtirib beramiz va bunga hamada sog'lug'lanishi mumkin. Men hech baloni bilmayman, qo'limdan kelmaydi degan odamlarga ham biz yordam beramiz va davlat qaramog'ida ishga borib bemalol ish faoliyatingizni olib borsanglar bo'ladi. Loyihamizni amalga oshirishga bizga yordam bergan, bizning loyihamizga ishongan migratsiya agentligi rahbari Behzod aka Musayevga kattakon rahmat aytmoqchimiz. Va shu tarzda migratsiya agentligi rahbar o'rinbosari Husanov Azimjon akaga ham alohida tashakkur etib qolamiz. Xudo xolisa bu boshlanishi hali yengilliklar oldinda bo'ladi. Bizani kuzatib boringlar. Hammaga omad. Va bizga ishonganlarni Xudo xohlasa yanada ham xursand qilishni davom etamiz. Rahmat hammaga.